Assalomu alaykum aziz obunachilar. Rosa ko'p savollar keldi mana shu futbol bilan bog'liq masalalar yuzasidan. Mana shu blogerlarimiz shu Abdurahmon Fozilov, Otabek Jo'rayev, Ulug'bek, Ibrohim Avtotuning fikr bildiring. Bular bilet sotganmi, aralashganmi, yo'qmi degan bir savollar kelgan edi. O'shanda ham aytgan edim. Biz musulmonlarga xos ish qilamiz, birovni bilmasdan ularga nisbatan noto'g'ri fikr bildirmaymiz degan edim. Va mana bugun Abdurahmon Fozilov video qo'yibdi, biz uni ko'rdik. Hech qanaqangi bir tashkiliy ishlarga ham aralashmagan ekan, biletga ham, futbolkalarga ham aralashmagan ekan. Futbolkalar tekinga berilgan ekan. Mana videolarni ko'ring, tekinga berilgan ekan. Shuning uchun birovni ayblash juda osonda, birovni yomonlab qo'yish juda oson. Bir deganda yomonlab qo'ya olasiz. Uni yaxshilashga kelganda uncha odamni jur'ati yetmaydi. Yomonlash juda oson. Shuning uchun birovni yomonlashdan oldin ozgina o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak. Dunyo qarashimizni kengaytirishimiz kerak. Unaqa tor doirada o'ylashimiz kerak emas. Nima demoqchiman? Biz futbolni qo'llab-quvvatlash uchun barchamiz oldin ham o'sha Odil Ahmedovlar davrida ham biz har doim qo'llab-quvvatlaganmiz. Kechigisida ham qimmat biletlar qimmat bo'ldi deyishdi. Shunda ham vatandoshlarimiz shu biletni olib borib qo'llab-quvvatlashdi. Barchasiga rahmat. Biz qo'llab-quvvatlash uchun bordikmi yo bir-birimizdan ayb izlash uchun bordikmi degan savol ham tug'ilib qoladi. Hozir faqat shu bir-birini aybini qidirish bilan ovora bo'lyapti internetda. U dedi, bu dedi. Yana bitta bola bor ekan, esimni chiqarib qo'ydim. Shuning azizlar, birov haqida gapirishdan oldin juda ko'p o'ylang. Uni yomonlashdan oldin ko'proq o'ylang. Mana negativ juda ko'p keldi, mana shu bolalarga juda ko'p negativ, yomon negativlar yozishyapti, ko'rdim. Shuning uchun azizlar, birovni dilini og'ritmang. Mana futbolimiz shu darajaga chiqquncha, bu futbolimizning dunyo miqyosiga chiqib, shu darajada O'zbekni bayrog'ini, O'zbekistonning bayrog'ini butun dunyoga ko'rsatish bu oson ish emas. Bu uchun prezidentimiz yaratib bergan sharoitlari, futbolchilarimizning harakatlari va biz iltijogo'y xalqimizning duolari bilan O'zbekiston futbolchilari dunyoda o'zini ko'rsatib keldi. Mayli, nima deydi, birinchi marta chiqish yutqizgan bo'lsak, biz albatta kuchli bo'lib qaytamiz. Shu uchun har doim qo'llab-quvvatladingizmi, oxirigacha qo'llab-quvvatlang. Har xil fitnalarga ishonib qolmang azizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.